Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz obunachilarimiz. Mana akamiz Oltiarada ketdi, Ramjon akam. O'zi bular oldindan olib ketgan, uni syomka qilmagan ekanmiz. Mana buni syomka qilamiz, xudo xolasa. Mana bugun 22-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa mana akam olib syomkani tashlab yuboradi bizga, uni ham sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Akam mana ikkinchi marta ishlanib kelyapti, odamlarga ishonish uchun qilamiz. Akimga xudo xolasa keyingi safar 200 litr bonus qilib, uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ramjon aka, sen nima deb qo'y. O'tgan yili akamdan olib ketgan edim. Haqiqatda 100% javob garanti ekan. Men tan berdim bu nimaga. O'zimga olib borib soldim, foydasini bildim. Hech qanaqa bitta aldov, yolg'on gap yo'q ekan. Adam mineral o'g'itda yaxshimi ekan? Shunday Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Mineral o'g'itni Silitrab, Amapostdan ko'ra men shuni afzal ko'rdim. Shuni o'shaning uchun o'shani Oltiardan kelib olib ketyapman, zo'r ekan. Azizlar, xudo xolasa mana mashinada o'tib qo'ydik. Salapanga o'rab 300 litrcha shu yerda bor. 100 litr oldim mana. 100 litr olib ketdim. Mana odamlarni ahamiyat bergani qarang. U publikani ko'rdinglarmi? Salafon olib kelgan odamlar. Joydan sharoit topyapti, joydan. Nimasi 10 litrlik bakalashka olib kelibdi shuni ham. Anaga sharoit qilyapti. Odamlar qo'lida turibdi, dorini yuradi. Jigar siroz qayerga kelib chiqadi deyman men o'shancha. Jigar siroz mashina ximikat orqasiga kelib chiqadi. Ichida turgan dorini tuzalish uchun ichida turgan dorini ichida ham nitrat bo'ladi. Nitrat degani zarar narsa degani. Shuni yaxshilab tushuninglar. Hammasi ham foyda emas. Hammasi foyda emas. Ichida turgan suvni tuzalish uchun ichida turgan tabletkaning 80% foyda bo'lsa, 20% ziyon. Jigarga ziyon bo'ladi. Jigar quriydi, sen jigar siroz bo'lasan keyin. Tashkilotga ko'rsatib, hammasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hurmatli birodarlar, hurmatli hamyurtlar, sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Men sizlarga aytadiganim mana. Men begimiz bilan shug'ullanaman 4 yildan beri. Begimizga 17 xil narsa qo'shib chiqarib qo'yganman, tabiiy narsalar. Ximikat yo'q, xudo xolasa. Litri 1000 so'm, doridan 8 barobar, 10 barobargacha arzon tushadi. Taroz videomizga ko'rsatib qo'yganmiz. Har bir safar taroz videolar qo'sholmaymiz, ko'payib ketyapti. Masalan, men ishqoz bo'lgan odam, sog'liqni qadriga yetgan inson, birovni o'ylayotgan inson mana shu videoni ko'rsa o'zi tushunib qoladi. Doridan siltir machavina narsalardan ko'ra mineral o'g'itdan qisqasi. Mineral o'g'itda Luboydan 8 million so'mlikmi, 15 ming so'mlikmi, 20 ming so'mlikmi farqi yo'q. 1 gektar yerga 1 marta quysa 1 million ketadi. Masalan, men norma deb hisoblaganman-da. 1 gektar qovunga ya 1 gektar tarozga 1 tonna 1 marta quyish. Masalan, 1 marta quyganda palaga 4 quloqlikda quysa, palani yaxshi qilib yiqib beradi, nevasini yaxshi qilib beradi, neva o'rniga quysa, kalibrini yaxshilab beradi. Uni dokazat qilib qo'yib qo'yganmiz videolarda. Siz videomizda masalan nechinchi kuygan kunlarni ham yozib qo'yganman, ko'rsatib berganman. Mana kuni buncha quyganmiz, mana kuni buncha bo'lgan, mana kuni bakalashka deb bo'lgan deb hammasi ko'rsatganman, xudo xolasa. Siz videomizda boshdan oxirigacha degan videosi bor sabzida. Tarvuzda 11 harakat taqib qo'yapti, yonma-yon turibdi. Navada bu videoga ishlamasang, kanalimga kirsalar, kanalimda ko'rsatib qo'yganman tarvuzda ayniqsa. Uzumda endi ana ko'rsatib berolmayman o'zimda. Bu kimlardir olib ketadi, boshqa qiladi bilmayman. Uni qilish uchun yonidaga solishtirib berishim. Masalan, alcha videomizni ham ko'rsatib qo'yganman. Alcha videomizda quyilgani 31 gram chiqsa, quyilmagan olcha 10 dona olcha. 10 dona olcha, gilozga ham taalluqli, luboy narsaga taalluqli. Olchami, olmami, shoptolimi, olxo'rimi farqi yo'q. Kimda qanaqa narsa bo'lsa, o'shanga qarab ish qilaverasizlar. Menda borini ko'rsatib beryapman. Yo'g'ini masalan, yantoy 2-4 ta videom tayyor bo'lib turibdi, xudo xolasa mart, aprel, masalan, fevral, may, martga ko'rsatamiz. Qana holatda bo'layotganlarga ko'rsatib qo'yaman, takazat qilib qo'yaman. O'zim xudo xolasa tepsa taroz yetkazib beraman degan niyatlarim bor, xudo xolasa. Masalan, tarozga aytsak, dehqon bilan keyin gaplashib bo'lmaydi. Sen narsani berasan, uni hosil yaxshi bo'lsa, qaydim o'rtoqlar kelgan topib to'rar ekan. Qayda sotishni ham aytmaydi, qachon berib olishni ham aytmaydi o'ziga. Mana xudo xolasa o'zim hammasini takazat ko'rsatib beraman. Teplisimda ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Endi masalan, mana foyda ziyonni gapiryapmiz. Dori mineral o'g'itdan 8 barobar 10 barobargacha. Hech qaysi qimmat ximik dori buni katta qila olmaydi. Kamiga tabiiy bo'ladi. Masalan, dehqonlar o'zini ham dehqonlar o'zida o'ylasa bo'ladi. Pishirgan narsangda buchim 10% chirganini yeysan o'zing. Yo'llig'ini chirgan hammasi yeysan. O'zingni ham zaharlayapsan degan bo'ladi u. Men quyuringlar foyda bo'ladi. Hamma arzon.
Xudo xolasa buni yana ustida bosh qotiryapman. Hozircha 1000 so'm. Buni yana takomillashtirib, hozirda 17 xil narsa qo'shganman, 18-xil ham bor, 19-xil ham bor. Top kelishim kerak, unga rasxod, hammasi rasxodda. Bittasi Namanganda ekan, bittasi Toshkentda ekan u narsalar top kelishim uchun. Hozir shu ham foyda beryapti, u ham undan ham foyda beradi. Rasxod ko'payib qoladi. Qimmatlashib qolishi kerak. Ommalashsa arzon bo'ladi. Xudo xolasa buni o'ylab ko'rganman, 500 so'mgacha tushirishimiz mumkin. Hozir holatga, narxni qarab turganda, hozir narxni qaraganda 500 so'mgacha tushirishimiz mumkin ekan. Faqat to'plagan narsalarimizni uzoq yaqinligiga bog'liq. O'shanga aytgan mana aka, mana hozir mana biz mana videodan qo'ygan aka uzumga qo'ygan ekan, uzumga ko'rsatib qo'yganman aslida-yu. Aka yantoq keladi, xudo xolasa qanchalik bo'lganlarni aka bilan gaplashib qo'ydim, xudo xolasa bittasi turib beraman deyapti. Dehqon mana yantoq Anjolga aka ham tashab qo'ygan, uni ham topolmay turdik, Telegramda turgan ekan, hozir bundan keyin uni ham qo'shib qo'yamiz. Anjolga aka kutgan edi. Nimaga kutganini eslab qololmaymiz-da. O'zi video chiqarib qo'yibdi, mana videosini ko'rsatamiz, xudo xolasa o'shani ham. O'shanga dehqonlar yaxshilab o'ylab ko'rgandan mineral o'g'itingizdan arzon tushyapti. Masalan, mana men bitta videoni ko'rganman. 9 kamas go'nga boribdi. Molni go'ngini. Sveji. Mayli, yaxshi o'ylabdi o'sha inson ham, yaxshi o'ylabdi. Rasotini o'ylasa bo'lmaydimi? Men YouTube'ga kirib meni ko'rsin, yo boshqasini ko'rsin, menga o'xshagan yana 4-5 ta odam bor. Birida arzon, birida qimmat, menda arzon. Ham solishtirib qo'yganman, nech pulgacha arzon tushishi mumkinligini hammasini aytib qo'yganman. Shuni qarab ish qilinglar. 9 kamas go'ngni o'zi 8 million oshib ketadi o'zi. Unga keyin ham baribir dori beradi, iloji yo'q. Ammo pul solyapman men sizlar debdi gaplar orasida. 4 qop, 6 qop ham hisobda. O'zi 10 million oshib ketib bo'ladi o'sha o'zida. Rasxodda o'zi. 15 millionga tur kelib qoldimi deyapti u gapning orasida. Ha endi masalan 9 kamas go'ngni kilogrammi qancha bo'ladi? 5 tonna, 8 tonnadan bo'lganda ham 8 kira bo'lsa 70 tonna ham qanchadan bo'lib ketadi. Uni yerga solib chiqishni o'zi bo'lmaydi. Texnika yo'q, asog'unga texnika yo'q. Texnika bo'lsa ham u ham pul turadi. Undan bir marta borsalar, menga shunday boshdan oqizib borsa ham bo'ladi. Ayniqsa sholikorlar dehqonlarga aytamanki, dorini ko'tarib yurmaysan deyilganda. Mineral o'q solaman deb sholikorlar ayniqsa ko'zdan ochinglar. Doriga shola solaman deb loyni ichida tonna dorini ko'tarib aqqa yuradi, 300 metr bayqa yuradi loyni ichida. Taqatadi-yu loyni ichida borib turib. Shuni o'ylab ko'ringlar, shunday qo'yinglar, quyib ko'ringlar oldin. Takasat qilib qo'yganman uni ham, sholni ham. Bitta boshqa qancha farq qilyapti? 1 gektar bo'lmaganda 1,5 tonna, 2 tonna, 3 tonnagacha o'ynab qo'yapti. Takasat qilib qo'yganman. Boshaqani totib berganman. Bitta boshaq, quyilgan boshaq mo'yincha, quyilmagan boshaq mo'yincha. Quyilgan elchaning donasi mo'yincha chiqyapti, quyilmaganiga mo'yincha chiqyapti. Hammasini takasat qilib qo'yman. Bundan 6 takasat qilishim qiyin. Men ham bilmayman. Agar tushunolmasam, harakat qilaman ham. 10% ni o'zlaring yeb qo'yasizlar. 10% yedim deganing zaharlandim deganing. O'zing zaharlansang bilinmasin. Bolang zaharlansa bilmasin. Gulda nevadan atrelner bo'lganda iching og'riyar axir. Yo og'rimaydimi? O'zing og'risang bilmaydi masalan. Gulda nevadan tir etib tursa edi, iching og'rib ketsa kerak, a? Shu atrelner, mana shu atrelner mana shu zaharlanish bo'ladi. Mana shu ximikat ko'pligi bolang ichini o'tkazdi degani. Xudo xolasa yana videolar chiqaramiz. Takasat qilib qo'yamiz uni. Qo'ltol sotayotgan insonlarga ko'rsatamizki, nitromen bilan yurayotgan qilib qo'yamiz. Xudo xolasa shuni video qilamiz, hamma tushunadi. Ha? Net qadi, nech grammdan ko'pi ziyon. Uni ham tushuntirib qo'yaman. YouTube keramatda hammasi to'g'ri endi. Tushunib olmayman, o'g'limga aytaman-da. To'g'ri bersan shunaqa narsalar, ziyon narsalar deyman. Masalan, 16% bu 16 yo 12% bo'lsa normal bo'lishi mumkin. Masalan, 120 bo'lsa, вообще ziyon. 1200 bo'lsa zahar bo'ladi. Zhirinovskiy aytgan bitta videosida, Rossiyadan Zhirinovskiy bor deputati. Juda ko'p odamlar misol keltiradi. Mana men sizlarga ham misol keltirib qo'yaman. Zhirinovskiy bitta videosida aytganki, bozorga kirib O'zbekistondan kelgan qonni shunday o'lchab ko'rgan internet bilan. Endi ekranda to'shni ko'rsatib bermagan, ziyonni gapirib turgan joyi bor. Ziyonli shunaqa kuchli bo'lgan ekan, gapirmagan ham. Buni Obarg'inton poliga borgan, военный poliga borgan, ximik qurol ishlab chiqarsin degan. Ruscha perevod qilsam xuddi shunaqa gap chiqadi. Ruscha gapiryapti, perevod qilib, bizlarga perevod qilib beryapti. Военный aerodromga olib bor, ximik qurol ishlab chiqarsin degan. Ziyon bu degan, zaharlanish kelib chiqadi buni yesang degan. Shuni yaxshilab o'ylab ko'ringlar, o'sha ish qilib ish qilinglar. Mana akani yana xudo xolasa videolarni ko'rsatamiz. Mana o'zimga qo'yayotgan aka
oltasidan kelgan aka, haqiqiy dehqon aka ekan. Soddasiga gapirib tashladi meni. U aka endi gapirmoqchi edi, endi videosi chiqish kerak edi. Aloqa chiqmayapti endi xudo xolasa. Uni mevaga yotgandan keladi xudo xolasa, gaplashib qo'yganmiz, xudo xolasa ko'rsatamiz hammasini. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum Alisher aka, men Andijondanman. Bu yerimizni mana balgasiga solinmaganlarni qarang, mana maydalarini. Mana endi mayga ozgina oshib qoluvdilar, olib ketuvdim Andijondan. Aka endi buni qarang, solinganlar bitta yo'lda. Buni qarang. Alisher aka. Buni qarang, solinmagani bilan solinganning farqini ko'ring. Alisher aka, buni qarang, bo'yini. Mana. Mana Alisher aka. Mana shu yo'lda oxiri solinmagan. Endi o baqlajonda ko'ring Alisher aka mana. Mana bu yerga solinmagan, mana. Mana solinmagan, mana. Endi bu yog'ini ko'ring, mana solinganlar. Bu yashnab ketganini qarang, katta bo'lib. Alisher aka, mana. Toza narsa yenglar, birodarlar, mana. Alisher aka bu yerga mana solingan, solinmaganning farqi.